Necha pul qo'yamiz aka buni? Kattasi ekan mana. Siz obunachilaringiz aka 2,5 millionga qo'yib beraveraman aka. Yo'q, kattasi 2,5 million. Kattasi 2,5 million aka. Qol. Kichigichi aka? Kichigini 2 million 100 ming so'm qo'yib beramiz. Gap bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Do'stlar, mana shu videodan ko'rib, kattagina yumshoq mebelimizni atigi 2,5 million so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Andijon viloyati Mirobod tumaniga yetib kelganman do'stlar. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka, xudoga shukr. Xo'p, do'stlar, usta Abdulaziz bo'ladi. Yoz oylarida birinchi videosini qo'yib berganman. Ashu videodan beri aka haligacha to'xtamadi deyapsiz. Ha aka, hamma viloyatga obunachilarimizga chiqaryapsiz. Ha, yetkazib berdik o'z vaqtida, xudo xolasa. Zakazlarni hozirgacha chiqaryapsiz. Ha aka. Xo'p, do'stlar, Andijon ekan, uzoq ekan demaysizlar, eng asosiysi mebellarimiz sifatiga, narxiga e'tibor beringlar. Ichlari ham ancha sifatli, yog'ochlarigacha zo'r ekan. Hozir mana yog'ochlarini ham ko'rsatamiz. Sexti ichini ham olib beraman. Mana sexti ichi bu o'zini xonadoni bo'ladi Miroboddan. Nechta desanglar yetkazib beradi, cheklanmagan miqdorda. Endi muddati, yo'l kira masalasi, plastikdan pulni tashlasangiz bo'laveradi, uzoq joylar hammasini hozir to'liq Abdulaziz Beydan so'raymiz. O'zi obzorda yordamlashib boradi. Ichidagi yog'ochi, purjinasi, materialigacha aytib ketamiz. Abdulaziz aka, endi boshlasak. Hop. O'zingiz aka mana shu birinchisidan boshlab ketaylik. Aka, yog'ochi, razmeri, hamma yo'g'ini bir chekkadan tushuntirib ketaverasiz. Bunimiz aka yarim haytek deyiladi, haytek fason. Razmeri 3.30 ga 2.30. Materiali alohida o'zi bo'lakcharoq, Teddy degan materialdan aka. Mana bidir-bidir ekan, ha aka. Xo'p, ichiga keladigan bo'lsak, ichi pampers purjinalik. To'liq pampersdan qo'yilgan, yarim machalka unaqadan emas. Purjinasi zimeyka emas, pampers yaxshi variant. Yaxshi variant to'ldiri. Demoqchiman, machalka qo'yilmagan yonlariga. To'liq pampers. Buni narxi keladigan bo'lsa 3 million so'm qilib beramiz aka. Bu kattasi emas, kichigi ekan. Kichigi bu. 3 millionga 330 ga 230. Ha. Agar buni xuddi shu materialdan kattasi deydigan bo'lsa 3 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p. Endi Abdulaziz aka qarang, hamma mebellarimizda materialini yuvsa bo'ladi. Materiallar mo'shi material hammasi. Yog'och terak. Yog'och terak. Purjinasi hammasida pampers purjina, ha. Bo'ldi. Bitta-bitta so'ramayman-da, hammasini boshida aytib qo'yapman. Xo'p, demak, haytekimiz Teddy material purjinalari bilan 3 million so'mga ketdi aka. Ranglari bor-a buni? Ranglari xohlagan rangni qilib beramiz. Mana shuni seriyasi. Ha, shuni seriyasi. Puli bir xil? Puli bir xil hammasi aka. Buni ham endi stolidan tashqari aka hammasi. Hammasi stoldan tashqari. Stoli aka, xo'p 350 ming so'mdan boshlanadi. 1,5 milliongacha. Qanaqasidan desa, o'zini kineta xohishiga qarab qilib beramiz stollarni. Masalan, shu nech pullik stol aka? 550 ming so'm. Xo'p, 3 million mebel, 550 ming stol. Ikkita katta pufigi bilan birga. Komplekt 3 million 550 ming so'mga ishi bitadi. Yo'l kirani nima qilamiz? Andijon bo'ylab aka, dastavkasi ichida o'zimiz olib borib beramiz. Qolgan joylarga iloji boricha arzon shopir topib, kelishgan holda chiqarib yuboramiz. Uzoq viloyatlarga Isuzu topib beramiz. Ha, chiqarib, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi haligi oldingi videoda chiqardi-yu, o'zi haligi ritmga tushib olgan bo'lsanglar kerak. Katta Isuzular tanish bordir aka. O'zingiz mana labo olibsiz. Shun bilan xullas ishini bitkazaverasiz. Ha, xudo xolasa. Andijon bo'ylab bo'lsa o'zimiz olib borib beramiz. Qolgan joyga arzon shopir topib, xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar, mana ustani mehnatiga bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun videoga olaylik aka deb tayyor qilib terib qo'yib kelgunimcha. Xo'p, Abdulaziz aka, bular Chester ekan-a? Ha, bu Chester razmeri 4.30 ga 2.30, materiali mo'shi material, bemalol yuvilaveradi. Ichlari keladigan bo'lsak, ichi pampers purjina aka. Machalkalarni ham yaxshisidan 22 plus machalka ishlatilgan. Buni stoldan tashqari narxi 3 million 800 ming so'm. Stolga keladigan bo'lsa, stoli 800 ming so'm. O'sha hisobda 3 ta katta tumbasi, mebel stoli bilan birga 4 million 600 ming so'mga boradi. Aka, mana bu mebellarda hammasida mana bu tumba qo'shib berasiz. Ha, hammasida o'zining tumbasi bor aka. Endi men videoda ko'rinmayapti do'stlar. Yana nari tarafga ham qo'yib qo'ydik. Xullas, mana shu hammasida kompleksida katta mebellarimizda 3 tadan tumba bo'ladi, kichkina mebellarimizda 2 tadan tumba ichida qo'shib beradi. Endi stolini eshityapsizlar. 350 ming so'mdan boshlab 1,5 milliongacha har xil stollar bor. Xohlaganidan qo'shib beraveraman deyapti. Chesterimiz 3 million 800 ga kattasi ketdi aka. Ha, kattasi. Kichkinasi yo'q ekan. Kichkinasi nech pul? Kichkinasini 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Xo'p. Do'stlar, kichkinasi deganda 330 ga 230 bo'ladi. Kattasi deganda 430 ga 230 bo'ladi. Aka, kattasi necha kishilik bo'ladi?
14 ta odamga mo'ljallangan bo'ladi. Bitta kichigi-chi? Kichigi 12 ta, 10 ta. Xo'p, Endi tushunarli. yonaqasiga qarab. 3 ta odam bilan Ha. farq qilar ekan, do'stlar. Xo'p, aka endi bunisi high-tech ekan, Bu high-tech fason aka. Mayli yog'ochli ekan. NDF qo'yilgan. Razmeri 430 ga 230. Bunimiz teredan bo'lgan aka. Aha. Ichi pamperslik teredan bo'lgan. Mhm. Buni narxini aka 3 million 200 ming so'm qilib beraveramiz. Xo'p. Kattasi. Buni ham 3 ta katta pufigi bo'ladi tumbasi. Ha, tumbasi bor. ha? Materiallar o'zgarsa o'zgaradi, bo'lmasa narxlari o'zgarmaydi aka. Shu holatda. Shu narxga xullas xohlagan rangini jo'natib Ha, beramiz. mana materiallardan bemalol tanlab aytsa qilib beraveramiz. Monolardan tanlovda Ha, aka. tanlaveradi xohlagan materiallarni. Keyinchi Abdulaziz aka ham rangini tanlasa, ham aka mana mebelingiz 430 ekan. Menga 5 metr to'liq qilib bering xonamga, bu yog'ini 3 metr qilib bering desa zakazga aka. Qilib beraveramiz aka. Unaqalar ham telefon qilyapti Aka hozir. ko'p bo'lyapti. Razmerni qizig'i yo'q. Qanaqa razmer desa, xudo xolasa ko'ngillar qilib beramiz. Aha. Rangi, razmeri, aha. misol kimdir teradan aytadi, kimdir sasini aytadi. Xudo xolasa ular ham muammosi yo'q qilib beramiz aka. Muammosi yo'q, ha, xudo Aha. xohlasa. Keyin Abdulaziz aka ashu zakaz qilsa muddatini necha kun aytasiz? Uzog'i bir hafta. Misol Andijonda ichida bo'lsa, 3-4 kun ichida olib borib beramiz. Ha. Agar uzoqroq yerga desa, shopir har xil vaziyatlar bo'lyapti. Ashuni hisobiga uzog'i bir haftaga qilib beramiz. Xo'p, zakazlar bir hafta. Mana tayyoringiz menga bo'laveradi desa, buni muddati qanaqa bo'ladi? Buni chiqaraveramiz. Srochniy. Kelishib qolsak, ha, xudo xolasa Srochniy. chiqaraveramiz. Xo'p, do'stlar, mana ustani telefon nomeri mana shu ekranni tepasidagi nomer, Telegram, WhatsApplarigacha bor. Oldingi videosida ham qo'yganmiz nomerlarini. Xudo xolasa to'liq batafsil ma'lumot mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Abdulaziz bey deb gaplashasizlar. Shun bilan ishinglar bitadi. Telefon qilib gaplashsanglar, ishinglar bitadi, xudo xolasa. Endi mana hozir men videodan oldin aka ikkita korpusni olib chiqsin. Bolalaringizga ayting, bitta ko'rsataylik obunachilarga dedim. Bu mebellar nimaga arzon, sifatsizmi deganlarga aka bu korpusiya Ha, bu korpus ko'rinishi aka. ichki holati bu teraga Ha, aka. tera aka. Endi zakazga sasna desa ham qilib Qilib beramiz. beraveramiz, ha. Mayerlarga ham xudo xolasa haligi 5 ta 6 ta rek emas, ko'proq qoqilgan. Bemalol ko'taraveradi. Do'stlar mana qatorini ko'p ekanligiga e'tibor beringlar. Aka buni ustiga mana uni qo'yasiz. Ha, bu to'ldir pampers deyiladi. Aka bosoring. Ha, bosorim bemalol aka. Mana do'stlar, qaranglar, ustiga chiqib yordim. Men 70 kilodan oshiqman. Xuddi shu holatda mana korpusning ustiga pampers qo'yishadi, uni ustiga keyin machalka qo'yasizlar. Machalga qo'yib, keyin material. Xullas, manaqa joylariga ham, xullas bu yarim tayyor holati, sizlarga oddiy qilib tushuntirsak, mana shunaqangi pampers furjinalar qo'yadi. Buni ezganingiz sari ezilaveradi, lekin turishingizga o'rniga qaytadi. Mana ular nimasi ekan, ha? Machalkalar, ha. Machalkalar. Mana yonboshlari MDF ekan, aka. Yonboshlari endi iftan aka. Endi bunga oyoqlar qo'yiladi bunaqa, ha, keyin. Oyoqlari. Xo'p, mana hali 3 ta 4 ta reka bilanlar hali oldi qochdi, qo'ldan o'tar ishmas ekan, do'stlar. Mana shuni ko'ringlar. Endi videoda oxirida mana ustaxonasining ichiga ham bitta kirib qo'yamiz. Hozir sizlarga birinchi bu yog'ini ko'rsatib olaylik. Xo'p, aka mana uni nech pul dedik? 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Teradan bo'lgan, kattasi. Bu ham bir xilmi? Yo'q, bunimiz aka sasdan bo'lgan. Ha, yog'och sasna Ha, bu. yog'och sasna, ichiga ham pamperslari to'lig'idan qo'yilgan, kattasidan ko'rsan. Aha. Razmeri 430 ga 230. Buni ham bunaqa 3 ta katta pufigi bo'ladi. Bu zakazmi deyman? Ha, aka bu qo'qonga ketyapti. Ha, qo'qon. Ana shu. Tushunarli. Orqalari ham xudo xolasa hammasiniki o'zining materiali bo'ladi. Mana qo'qonli odam, do'stlar, aytib deb yog'ochini tera emas, sasna qilib bering. Furjinasini ham yarimta emas, butun qilib bering degan ekan, tayyorlab berasiz, aka. Tayyorlab berdik. Shu mana zakaznoy variant deylik, nech pul bo'ldi shu? 3 million 700 ming so'm sasnada. Xo'p, xuddi shuni oddiysi 3 million 200. Aha. Bu yaxshirog'i 3 3 million million 700. 700 ming so'm. Qo'y. Mana do'stlar, lekin bu ko'rinishi bir xil turaveradi, Ko'rinishi ichida bir xil, farqi ha. bor. Ichida farqi bor. Xo'p, endi Abdulaziz aka eng ko'p sotiladigan Panda modelimiz ekan bu. Ha, buni materiallari moshi, kombinatsiya qilingan, mana shu bilan. Razmeri 430 ga 230. Aha. Ichi zimekadan bo'lgan buni. Pampers yo machalka emas, zimekalik. Ha. Endi bular budjetniroq variantda, to'g'rimi aka? Arzonroq. Tumbasi kichkinadan bo'ladi, 4 ta bo'ladi. Xuddi shu holatda endi. Xuddi shu holatda. Yog'och terak. Yog'och teradan. Xo'p, nech pul qo'yamiz aka buni? Kattasi ekan mana. Siz obunachilaringiz aka 2,5 million qo'yib beraman aka. Yo'q, kattasi 2,5 million. Kattasi 2,5 million aka. Qol. Kichigichi aka? Kichigini 2 million 100 ming so'm qo'yib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, olinglar, maza qilinglar.
gazini bosadigan joy. Aka nechta desa bor a? Bor aka, xudosim Xudo miqdori xohlasa. cheklanmagan. Nechta desa qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, keyingisi high-tech ekan a? High-tech fason bu machalgani o'zida bo'lgan aka. Ha, prujina Yo'q, qo'yilmagan. prujina qo'yilmagan, machalgani o'zida bunisi. Bu sal yumshoqroq bo'ladi. ha, nisbatan yumshoqroq bo'ladi. Lekin machalka ham yaxshi ekan. Ha aka. Prujinani effektini beryapti. 10lik machalga qo'yilgan, rossiyskisan 22/30. Buni ham razmeri 430 ga 230. Aha. 3 ta bufiga. Stoldan tashqari narxi 3 100 000 so'm aka buniki. Ha, prujinasi yo'qligi uchun Ha. 100 ming arzon. 100 000 so'm arzon. Xo'p, endi qarang. Bu stol nech pullik stol aka? Bu 900 000 so'mlik stol, bunda yotkisi xon taxt bo'lib Ha, qoladi. ha, ha. Turgisi Uni stol. oyog'i Ha. yotadi. Bu Yotadi. qayergadir ketyaptimi? Ha, bu ham ketyapti. Qayerga ketyapti? Bu ham qo'qonga va akamiz bilan Ha, bitta. bitta odamga ikkita Ha. qo'yilyapti. Xo'p, tushunarli. 3 million 100 ming so'mlik variant. Endi aka tirishimiz. Bu ham ko'p Tirish. sotiladi, bu ham. Ha, bu ham yaxshi ketadi aka. Razmeri 330 ga 230. Bu ham kombinatsiya qilingan material bilan. Aha. Zimekalik aka. Ha. 4 ta kichkina buni ham pufiga bo'ladi. Aha. Narxini 3 millionga qilib beraveramiz aka, hisob Shu turishi 3 million kattasi ya. Kattasi, ha. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, qaranglar, bu tirish fason. Mana oralari tirish turadi, mayllarini yaxshi bo'rttirib chiqarishgan. Hali kserokopiya varianti emas. 4 ta tumbasi bor, mayllari avvalgi ekan. 3 million so'mga kattasi ketdi aka. Kattasini 3 million qilib beraveramiz. Qoyil. Bitta kichigichi? Bitta kichkina 2 million 600 000 so'm qilib beraveramiz. Gap unda ham zimeykalar, Ha, prujinalar zimeykalar. bo'ladi. Prujina. Xudo xolasa. Endi Abdulaziz aka mana yana bor ekan-a? Ha, sig'may qoldi. Ularni Xo'p. teramiz desak. Xo'p, do'stlar, mana Xudo xolasa Abdulaziz akaning ishlarini bitta ko'rsatdik. Aka ustaxonangizni ham ko'rsatib Bo'ldi. berdik. Endi Xudo xolasa Abdulaziz aka pul masalasini nima qilamiz? Mana qo'qonlik odam nech pul berdi oldindan? Aka, misol Andijondan hali boshqa yerda misol Aha. Namangan, Qo'qon yo Voha taraflarda bo'ladigan bo'lsa, misol ishda tashlayman rasmini, kelishamiz. Sasnami, terimi, pampesmi, hamma yo'l kelishib olgandan keyin 200 ming, 300 ming so'm pul tashlab bersa klikka, Hop. 100 ming, 200 ming, 300 ming bo'laveradi. Ha? Ish tayyor bo'lib, katta mashinaga yuklab chiqarib olganimizdan keyin video qilib tashlaymiz, Mhm. o'ziga shofir bilan gaplashtiramiz. Mhm. Yuk borgandan keyin qolgan summasini tashlab beraveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi. Do'stlar, mana eshityapsizlar. 100 ming so'm, 200 ming so'm sharoitiga qarab ozgina zakat tashlab qo'ysa, mebellarni boshlaymiz. Yetmaganini yonimizdan qo'shamiz deyapti. O'zimiz shopir topib, shopirga berayotgan paytimizda bizni rasxod qilib olish kerak. Hamma yo'g'ini shopirga topshirdim deb ko'rsatadi. Shu paytda ustani rasxod qilasizlar. Aka uzoqjalar plastikdan tashlayaptimi? Ha, klikdan tashlab. Muammosi yo'q, ha? Muammosi yo'q. Uni xohlasa naqd pul deydigan bo'lsa, shopirdan ham beraveradi. Xo'p, mana shu ustaxonamiz Ha, aka. ustaxona aka, mana shu yerda o'zimiz ishlab chiqaramiz, va xohlasa. Bular endi bo'layotgan ishlar. Ha, birovdan olib sotish emas, o'zimiz qilamiz To'g'ri. hammasini. Birinchi qo'l joy mana shunaqangi ustaxonalarning ichlarigacha do'stlar ko'rsatib bera olamiz. Endi aka muddatlarini aytdik. Tayyor ishlarimiz sroshniyga, zakazlar bir hafta Ha, dedik. uzog'i bir haftagacha. Endi Abdulaziz aka telefon qilsa, o'zingiz vaqtida javob berib, chiroyli qilib chiqarib berib turasiz aka. Xudo xolasa do'stlar, mana qo'ldan kelgancha obzor qildik. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. To'liq batafsil ma'lumot yana aytaman, mana shu Abdulaziz akaga, mana shu ekranda tepasidagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Telefon qilib Abdulaziz bey deb gaplashib, xoningiz razmerini aytib, telefon qilsangiz, keyin ishingiz hal bo'ladi. Shu nomer bilan gaplashsangiz, ishingiz hal bo'ladi. Shu ertaman soat 8 dan boshlab nechigacha qilsin aka? Xohlagan payt qilaveradi. Qilaversin-a? Hozir ko'taramiz iloji boricha. Endi ko'tara olmay qolsa qaytarib qo'yadi. Telegrammi bor, Telegramdan yozinglar. Musofirdagilar WhatsAppdan yozinglar. Xudo xolasa do'stlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Abdulaziz aka, sizga ham katta rahmat aka. Sizga ham rahmat aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yana keyingi videolarga yangiliklar tayyorlasangiz, yana obzor Ha, qilib xudo xolasa. chiqarib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Sizlar uchun mana manfaatli video. Qo'ldan kelgancha birinchi qo'l joyidan olinglar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.